Uy bekasiman. Bolalarim kichkina, yuzimni parvarish etishim uchun umuman vaqtim yo'q. Yuzim bo'lsa Dubayning cho'llaridan ham quruq dedi Alloh. Bugun men aynan sizlar uchun top 3 dana uxodovый kosmetikalarni yanglab olib keldim. Buning uchun bizlar birinchi bo'lib yuzlarimizga har xil narsani chaplashdan oldin eng yaxshilab namlantirib olishimiz kerak, tozalab olishimiz kerak. Bu uchun bizlar Anva brendidan niacinamida bo'lgan yuz tozalovchi penka kerak bo'ladi. Birinchi etapimiz tugadi va ikkinchisi bo'lsa oddiy hammaning uyida kosmetikasida bo'lgan yuz namlantiruvchi oddiy krem bo'lgani. Bundan keyin esa yuzingizga mos tushadigan, aynan quruq yuzlarga mos tushadigan bo'lgan SPF ni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Shu uchtasi bilan siz bolalaringizni uxlashini kutib o'tirishingiz shart emas. Bu bilan siz o'zingizni yuzingizni uxodoviyni eng birinchi etaplarini boshlab olishingiz kerak bo'ladi. Videolarimda sizlarga har bir mahsulotimizni tarkibini, nechik yuzlarga mos tushishi, nechik yuzlarga mos tushmasligi haqida bilib olishni istasangiz, meni yo'qotib qo'ymasliklaringiz uchun menga podpisatsiya tugmasini bosib, videoga bir dana like bosib qo'yishni yodlaringizdan chiqarmanglar.